Assalomu alaykum ağalar, eson omonmisiz? Bugungi savdolarimiz xudo xolasa onlayn savdo bo'ldi. Mini Labo O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyatiga ketib o'tir. Bumuz bo'lsa pol kabinka mini benzin mototsiklimiz, kichkina mototsiklimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayonidan ketib o'tir. Texnik xarakteristikasi haqida azroq aytadigan bo'lsak, xudo xolasa ağalar buning. Tak. Açıkça qayerindeydi bunun? Mana motorlarini ko'rishimiz mumkin. 130 kubalik bo'ladi. Bu mototsiklimiz 100 kilometrga taxminan 2-3 litr atrofida rasxod qiladi. Tezligi 60 km/soat tezlik bilan harakatlanadi. Bu mototsiklimizni mana ko'rishimiz mumkin. Magnitofonlari bor. Mana tablolar ichida ham quyoshdan, yomg'irdan, shamoldan saqlaydigan buni krishasi bo'ladi. Krisha deb aytiladi. Chertak deyiladi o'zbekchada. Xudo xolasa bu mototsiklimiz pol avtomat bo'ladi. Benzin bagi 7 litr, 10 litrgacha benzin oladi. Mana bak qismlarini ko'rishingiz mumkin. Mototsiklimizding bort razmerlari uzundan 1.60, yeniga 1.10 hisoblanadi. Xudo xolasa ağalar bu mototsiklimiz aksiya hisobida bo'ldi. 1+1 aksiya hisobida 24 milyon 500 ming so'mga kredit asosida 24 milyon 500 ming so'm kredit narxi. Bitta skuter bonusuna qo'shib berildi hamda bitta mototsikl. Ag'am texnikalari o'ng bo'lsin aytamiz. Xudo xolasa bu texnikamizni hozir mashinamizga yuklab o'z manziliga yetkazib beramiz. Mini Labo'miz haqida aytsak, Mini Labo'miz gibrid variantda bo'ldi. Gibrid variantda bu 1000 talik Mia motor bo'ladi. Bu Mini Labomizda gibrid qilingan bo'ladi. Ham benzinda, ham tokda harakatlanadi. Bu texnikamizda ham xudo xolasa kredit asosida sotganmiz. Bu texnikamizning narxi 32 million so'm ag'arar. Gibrid bo'lganining hisobina narxi sal ko'tarilgan. To'lovlari hech qanaqa to'lovsiz bitta pasport taqdim qilgan, ariza jo'natganmiz. Lekin bitta hokim yordamchisida limit bo'lmaganligi sababli 1 oydan ortiq kutdi bu mijozimiz. Ag'am texnikasi o'ng bo'lsin aytamiz. Hamisha shu Alloh taolo ishlarini baraka bersin. Xudo xolasa hozir bu mototsikllarimizni o'z egalariga, o'z manziliga yuboramiz. Xudo xolasa kun davomida bugun birinchi bu Kavaloni o'z manziliga yetkazib bergandan keyin kechqurun Navoiy viloyatiga xudo xolasa mashinamiz yo'lga chiqib ketadi. Bir kunda ikkita dastavkamiz bo'ldi, ağalar. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bizga murojaat qiling. Aloqa uchun telefon raqamlarini qoldiramiz. Hamisha siz bilan bog'lanamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ağalar. Hamisha Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin.